Hammaga assalomu alaykum. Sizni Yevropaga ishga olib ketaman deb qanday qilib aldayapti? Qarang, Telegramda bo'lyapti bu ish. Qarang, ko'rsataman. Internetdan ish topyapti-da, hujjatlarini tashab anketani to'ldiryapti. Artyom Rubinin degani aloqaga chiqyapti. Seni Chexiyaga ishga joylab qo'yaman, deyapti mana Telegramda. Saytlarini hamma yo'g'ini tashab beryapti mana. Keyin bu akamiz endi meni videolarimni ko'rgan uchun bitamda o'zbekni jo'natganmisan kimdir? Ko'rsat desa, ha jo'natganman deb mana Dilmurod A degan bolani Telegramini tashab beryapti. Shunga aloqaga chiq, mana Chexiyada deb. Endi bu bolaga aloqaga chiqsa, bu bola manaqa video tashab beryapti. Qarang, yaxshilab e'tibor bering. Kirib qo'yaman. Spanolda keyin paletga o'stirgan bo'ldi. Mana bu ham tayyor. To'g'ri. Mana ko'rdingiz. Videoda bu bola gapirgani ham yo'q, og'zini ham ochgani yo'q, lekin xuddi haqiqatdan ham shu zavodda ishlayotgandek o'xshatib qo'ygan. Endi davomida ko'ramiz. Bu bola endi gapiryapti. Endi yuzi yo'qda endi hozir bu yerda. Bu videolar boshqa odamga tegishli. Bu tepadagi video boshqa odamga tegishli. Bular jamlab turib bitta mashinani firibgar yaratib qo'yapti-da bundan. Endi aytayapti bu bola, qarang mana. Ishnaqa karralarimiz bor. O'zi mana paygimizga bo'lyapti. Hozir mana hammasini taxlab olib boryaptilar. Ko'ryapsizmi mana bu yerda ovoz bor, lekin bashara yuz ko'rinmagan. Shunaqa videolar tashab, sizni ishontirmoqchi bo'lib, mana kelavering, mana yotoq joylarimiz deydi, qarang. Olib berdim, ko'rib oling, hozir mana ishga ketyapmiz. O'z mana vannalarimiz, hamma sharoitlar bor. Istiralli mashina mana bor, ikkita tualet bor. Mana shunaqa videolarga ishonmanglar. Bu kimdir oshnasiga jo'natgan videoni ham olib sizga tashlayotgan bo'lishi mumkin. Yuzma-yuz gaplashish kerak deganda, mana meni qanday ko'rib turibsiz? Meni shunday ko'rib turibsizmi? Xuddi shuna ko'rib gaplashishingiz kerak. Agar sizni ishontirmoqchi haqiqiy kompaniya bo'lsa, shu odam jo'natgan bo'lsa, u odam sizga Dilmurod aka yo falonchi aka, sizni haqiqatdan ham ishga jo'nata oladi shu kompaniya deb mashina qilib yuzma-yuz ko'rishib siz bilan gaplashmaguncha o'zi olib tashlagan videolarga ishonib pul to'lov qivormang. Men bu akani ogohlantirib to'xtatib qoldim, lekin $500 atrofida tushadigan bo'lib turuvdi-da. Shunaqa tumalaq videolar tashlasa ishonmang, yo'q. Video vizitdan menga chiq, yuzma-yuz ko'rishib gaplashaylik deng. O'zbek bo'ladimi, ruskiy bo'ladimi? Avvalo ruskiy gavarashchilarga umuman ishonmang, ular 99.9% ga sizni aldaydi. Videoni saqlanib qilib qo'ying, do'stlarga jo'natib, qarindoshlar gruppasiga tashlab ogohlantirib qo'ying. Salomat bo'lasizlar.